Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi fanimiz boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiya. Mavzumiz esa integratsiyalashgan darslarning samaradorligini oshirish omillari. Rejalarga to'xtalib o'tsak, birinchi reja ta'lim jarayonini integrallashning nazariy asoslari. Ikkinchi reja ta'limni integrallash ijtimoiy pedagogik hodisa ekanligi. Uchinchi reja ta'limni integrallashning hozirgi zamon muammolari. To'rtinchi rejamiz integralli ta'limni tashkil etishga qo'yiladigan talablar. Darsimizning shiori: o'rganish qiyin bo'lishi mumkin, ammo muvaffaqiyat bundan ham zo'r bo'ladi. Diqqat savol: hozirgi paytda o'qitish jarayoniga qanday talablar qo'yilmoqda? Integratsiyalashgan darslarning samaradorligi. Bu turli fanlar va bilim sohalarining o'zaro bog'lanishini, o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan darsning samaradorligini ifodalaydi. Integratsiyalashgan darslar o'quvchilarga nafaqat bilimlarni o'zlashtirish, balki ularni bir-biriga bog'lab, yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi. Cross fanlar aro bog'lanish. Integratsiyalangan darsda bir nechta fanlar bir-biri bilan bog'lanadi. Masalan, matematika va fizika, adabiyot va tarix yoki biologiya va kimyo. Bunda o'quvchilar bir vaqtning o'zida bir nechta fanlarni o'rganib, har bir fan bo'yicha asosiy tushunchalarni mustahkamlab borishadi. Bu usul darsga qiziqishni oshiradi, chunki o'quvchilar fanlararo bog'lanishni ko'rib, o'rgangan bilimlarini kontekstlarda qo'llay olishadi. Bundan tashqari, hayotiy misollar va amaliyotga yondashuvda ham buni sezishimiz mumkin. Integratsiyalashgan darsda o'quvchilarga bilimlarni hayotda qo'llashga imkon beradigan misollar keltiriladi. Masalan, matematika va iqtisodiyot o'rtasida bog'lanishni ko'rsatish o'quvchilarga real muammolarni yechish imkonini beradi. Bu o'quvchilarning o'rganishdagi motivatsiyasini oshiradi va bilimlarning samarali qo'llanishiga olib keladi. Kreativ yondashuv va muammolarni hal qilish. Integratsiyalashgan darslarda o'quvchilarga muammolarni hal qilishda kreativ yondashuvlarni taklif etish kerak. O'quvchilar turli fanlar o'rtasida bog'lanishni ko'rib chiqib, ijodiy va tizimli fikrlashni rivojlantirib boriladi. O'quvchilarni faol ishtirok etishga undash. Integratsiyalashgan darslar o'quvchilarni faollikka undaydi. Bunda o'quvchilar o'z fikrlarini ifodalash, guruhlarda ishlash va bilimlarni o'zaro baham ko'rish orqali dars jarayonida yanada samarali ishtirok etadilar. Dars jarayonida samarali ishtirok etish esa darsning yanada tushunarli